Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? 2026ni birinchi kuni 2025da yetishmagan orzularingga mashina erishinglar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yil omad topib kelsin. Yaxshi kunda ko'rishaveraylik. Endi maqsad nima? Maqsad shu Farg'ona shahar Oqariq ko'chasida ochilgan yangi masjid. Hali bitib ulgurgani yo'q. Kimda ehsoni bo'lsa, boshqa bo'lsa, masjidni birgalashib quramiz inshaalloh. Xudo xolasa birgalikda shu ehsonlarimiz bilan bitib ketadi. 2026da mana shu masjidimizni Xudo xolasa juma namozlarini o'qishlik hammamizga nasib qilsin. Hozir bir qator ko'rsataman obzorini. Bir ko'ringlar. Karta raqam qoldiraman. Kimda ehsoni bo'lsa 5000 topadimi, 1000 so'm topadimi? Shu masjid qurilishiga o'zimizni hissamizni qo'shsak, inshaalloh nari dunyoda saodatini ko'raveramiz. Sog' bo'linglar. Mana masjid qurilishini ko'ryapsizlar mana. Masjidga ichiga kirishning iloji yo'q mana. Endi rishotka bilan berkitib qo'yishgan. Hozir bu masjidimiz jicha qurilishi to'xtalib qolgan. Xudo xolasa bu yil 2026da bitkazib yuborishga harakat qilamiz. Sizlarning ehsonlaring bilan. Shu masjidimizni birgalikda bitkazamiz Xudo xolasa. Farg'ona shahar Oqariq ko'chasida joylashgan Ahmadjon qori masjidlari birgalikda bitkazamiz. Sizlarning ehsonlaring bilan Xudo xohlasa bitkazamiz. Qilgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.